Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Toshkent shahrida ajoyib universitetlarimizdan bittasi Renessans universitetining bitiruv kechasida mana bugun qatnashib bizga ham nasib qildi. Bu mana shu keyingi yillarda hurmatli prezidentimizni bizni yoshlari bo'lgan juda katta e'tiborlarini mana shu bitta mahsuli bo'ladi. Qarang, mana bugun universitetning bitiruvchilarini ko'rib turib, har bittasining ko'zida yonib turibdi, zavq shaq yonib turibdi. Renessans universitetini bitirgan o'quvchilarimiz dunyoda kerak bo'lsa Manaman degan universitetlarga borib dars berishlarini men tilab qolaman. Hammaga omad, hammaga muvaffaqiyat, hammaga tinchlik, omonlik, xotirjamlik. Student talabalarimizga iloyim hamisha omad yor bo'lsin. Rahmat hammaga.